الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم مرحمة قلبي أعوذ بالله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ey Muhammed Aleyhisselam biz sizga mana shu Qur'onda qissalarni eng go'zallarini so'zlaymiz. Vaholanki siz bu qissalardan g'ofil edingiz dedi. Ya'ni bu qissalarning qadrini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat bilan belgilab beradiki, qissalarning eng go'zali deb Alloh taolo o'zi baho beryapti. Modomiki siz bilan bizga Alloh taolo mana shu qissalarni eshitishlik, fahmlashlik berilibdi, endi buni shukrni ado qilishlik kerak bo'ladi. Bu qissalarni eshitishlikda shukr qanday ado bo'ladi? Undan olingan ibratlarga hayotda amal qilishlik bilan bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Va ista'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar mana shu menga bergan ne'matlarimni shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman dedi. Alloh taolo ana shu shukrga ado qiladigan shokir bandalardan qilgan bo'lsin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Samud qavmiga yuborilgan Solih alayhissalom haqida gaplashgan bo'ldik. Va u qissadan bir qancha xulosalar olindiki, eng asosiy olinadigan xulosasi shuki, Alloh taolo bir bandaga la ilaha illalloh kalimasini qalbiga iymon degan ne'matni berishlikni xohlamasa, insonga bitta emas, 100 ta tuyani toshdan chiqarib berganda ham so'yib qo'yishaverar ekan. Ya'ni bu qissalarda agar biz Qur'ondan boshqa joyda eshitganimizda rostmikin deb shubhaga borishimiz mumkin edi. Lekin Qur'onda bayon qilinganligi uchun bularning haqligida shubha qilinmaydi. Demak, bandalarga berilgan eng katta ne'mat bu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ne'mati ekan. Mana u qissadan olgan xulosalar shunday bo'ldiki, ana shu tuyani ularning talabiga ko'ra, ana shular aytgan sifatga ko'ra Alloh taolo yaratib berishiga qaramasdan, baribir Allohga osiy bo'lishdi. Demak, insonning hidoyatga kelishiga mo'jiza yoki bir masala sabab bo'lmaydi, Alloh taolo agar o'zi iymon degan kalimani bermasa. Va yana ko'rdikki, ana shu tuyani oyog'ini sindirgan kishi haqida Alloh taolo aytdi: "Idin ba'asa ashqoha." Tuyani o'ldirishlikka o'zini qavmidagi eng badbaxtini yuborishdi deydi. Ya'ni biz hayotda bir odamga yaxshi yomonga baho berayotganimiz u bizni bahoyimiz. Odam sifatida odamga baho beramiz. Lekin bu kishining badbaxtligini Alloh taolo o'zi aytayaptiki, avvalgilarni yashab o'tganlarning eng badbaxti bu ana shu Qudor ibn Salih ibn Jib yerda. Ana shu tuyani oyog'ini sindirishlik kerak edi. Shu ishni kimdir qilish kerak edi. Allohga hamdlar berib birodarlar, siz bilan meni ana shu ishda ishlatmabdi. Chunki Alloh qodir edi. O'sha zamonda yaratib turib, ana shu tuyani go'shiga yeganlar qatoriga qo'shib qo'yishlikka Alloh qodir edi. Alhamdulillah deylik birodarlar. Bu ne'matni shukrga ado qilaylik. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Mana qavm o'zini talabidagi mo'jiza kelishiga qaramasdan osiy bo'lgandan keyin, balki ana shu tuyani so'yib yeb qo'yishganidan keyin Alloh taolo ularga qanday bayram qilganligini ko'rdik. Va ularda hozirgi kunga maskanlari borligini o'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tgan bo'ldik. Madinaning shimoliy g'arbida, Madinadan taxminan 380 kilometr masofada ana shu Samud qavmi maskanlari mavjud. Alloh taolo aytadi: "Aql ishlatmaysizlarmi? Eslatma olmaysizlarmi?" Ular haqida agar Qur'on bizga so'zlamaganida, biz ular haqida eslamasdan hech kim yo'lda bir nomini zikr qilmagan bo'lar edi. Mana undan keyin qissaga o'tadigan bo'lsak, bu Qur'ondagi eng nodir, eng shirin qissalardan bu Ibrohim alayhissalom qissasi. Inshaalloh bu qissa bir necha suhbatimizni oladi va Qur'onda bu qissani qanchalik qadri balandligi mana 25 ta surada Ibrohim alayhissalom haqida so'zlanganligi o'zi bir hujjat bo'ladi. 25 ta surada 73 o'rinda zikr qilingan. 73 ta o'rinda Ibrohim alayhissalom qissasi zikr qilingan. Bu suraning qadri qanchalik balandligiga bir ishora qiladi. Qur'ondagi eng katta qissa Musa alayhissalomning qissasi. Undan keyingi o'rinda Ibrohim alayhissalomning qissasi turadi. U kishi payg'ambarlarning otasi, ulul azm min ar-rusul bo'lgan ana shu payg'ambarlarning biri, Ibrohim Halilulloh. Qissani boshlarkanmiz, Ibrohim alayhissalomning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz u kishi Allohga tavakkul qilishlikda ustoz bo'lgan kishilar. Bugun shu Allohga qilgan tavakkulini agar vaqtimiz yetsa, bitta haqida ko'proq so'z yuritamiz. O'zi shu bittasi 3 soat vaqt olishi kerak. Lekin
Biz basharmiz, toqatlarimiz cheklangan, ana shu uyqular kelib ketgunga qadar gapiriladi inshaalloh. Bugun o'z oldiga kech qolyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Solihlarning qavmi halok bo'lgandan keyin insonlar bir muddat tavhidda turishdi. Vaqt o'tishi bilan yana ana shu avvalgilarni oqibatidan ibrat olishlik insonlarning hayoldan ko'tarildi, esdan chiqarishdi. Alloh taolo mana shaytonga qiyomatgacha yashashlikka izn bergan edi, vasvasa qildi, yana insonlar shirkka, kufrga qaytishdi. Falastin, Iroq, Misr hamma yerlarda insonlar yana kufrga qaytdilar. Bu safar Alloh taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bu ulamolarga e'tirofiga ko'ra shunga hujjatlarimizga aniq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyingi o'rinda turadigan payg'ambar bu Ibrohim alayhissalom hisoblanadi. Abul Anbiya, payg'ambarlarning otasi. U kishi haqida Alloh taolo astagfirullah va Ibrohim allazi vaffa dedi. U vafo qilgan Ibrohim dedi. Alloh taolo qanday buyruqni bajarmasin, u kishi vafo qildi buyruqiga. Va Ibrohim allazi vaffa. Ibrohim ibn Tarix, shuningdek Azaram deb ataladi, Azar. O'zi asli ismi Tarix degan, Azar degan so'z ularning tilida ana shu davrda odamlarga yordam ko'p ketgan bo'lgani uchun yordamchi degan ma'noda bo'lgan ekan. O'zi asli ismi Tarix degan, lekin laqabi Azar bo'lgani uchun Ibrohim ibn Azar deyiladi, asli Ibrohim ibn Tarix. Ibrohim alayhissalomda zikri Qur'onda 25 ta surada 73 ta o'rinda zikr qilingan bo'ldi. Ibrohim alayhissalom Som ibn Nuh sulolasidan Iroqda shimolida yashardi. Bobil degan shaharda. Bobil shahri nihoyatda bir katta shaharlardan bo'lgan. O'zining zamonasidagi eng birinchi shaharlardan bo'lgan. Va butlarga sig'inishlik mana shu yerda avjiga chiqqan bo'ladi. Astagfirullah va qala innama taqattum min dunillahi awsana mawaddata baynikum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd va yal'anu ba'dukum ba'da va ma'wakum an-nar va ma lakum min nasirin. Ibrohim alayhissalom qavmiga aytadiki, albatta sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilishingni o'qidinglar. Qiyomat kunida biringlar ikkinchilarga kofir bo'lasizlar va biringlar ikkinchilarga la'nat o'qiysizlar. Qiyomat kunida hech kim hech kimni tanimaydi. Bu hammamizga aniq bo'lgan narsa. Yawma yafirul mar'u min akhihi deydi Alloh Qur'onda. Kishi o'zini akasidan tonadigan. Otasidan, onasidan, bola chaqasidan tonadigan. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. İbrahim otasiga va qavmiga qarab aytdiki, bu sizlar sig'inayotgan timsollar, butlar nima? Sizlar e'tiqod qilasizlar bularga. Ular aytdilar, otalarimizni mana shu butlarga ibodat qilayotganligini topganmiz va shu narsada davom etib ketyapmiz. Boshqa oyatda Alloh marhamat qiladi, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل له عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. İbrahim otasi qavmiga nimalarga ibodat qilyapsizlar deb so'radi. Ular aytdilar, butlarga, ularga ibodat qilishga davom etamiz. Ibrohim alayhissalom so'radi, sizlar bular so'rovga eshitadimi? Yoki sizlarga bir foyda yoki ziyon keltiradimi? Qavm javob berdi, otalarimiz shunday qilayotgan edi, biz ham otalarimiz shuni dod-bobolarimiz qilayotgan ish qilyapti-da, endi biz o'zimizni tilga o'giradigan bo'lsak, demak bu shirk otalardan meros qolgan. Ibrohim alayhissalom ularni ogohlantirdi. Inson iloji nima uchun sig'inadi aslida? Biror bir ziyonni undan qaytarish uchun, biror bir manfaatni keltirish uchun, biror bir musibatni qo'shish uchun va hayotini tartibga keltirib berish uchun Allohga sig'inadi. Lekin bu butlar bularni birortasini qilishlikdan ojiz edi. Bu aloqalar na foyda keltira oladi, na ziyon keltira oladi. Ya'ni ba'zilarimiz hayotimizda shu o'rnashib qo'ygan bir shirkka o'xshagan bir narsalar bor. Tumorga o'xshagan yoki ko'zmo'lchoqqa o'xshagan. Bular zotida hech narsa qila olmaydi, agar Alloh xohlagan bo'lsa. Shuning uchun Alloh taolo aqlni nimaga bergan? Aqlni ishlatib Alloh taolo tanishlik uchun bergan. Ya'ni bu butlarga sig'inishlik, u narsalardan bir yordam kutishlik, taqana qoqib qo'yish, shunga o'xshagan ishlar bu shirkdan o'zi bo'ladi. Va laqad atayna Ibrohima rushdahu min qabl va kunna bihi alimin. Biz Ibrohimga hidoyatini ato etgan edik va u haqida xabardorlik beruvchi edik. Alloh taolo mana Qur'on Karimda Maryam surasida zikr qiladi.
Da'vatni otasidan boshladi Ibrohim alayhissalom. Da'vat birodarlar, Allohning yo'liga targ'ib qilishlik ko'chadan bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni qabul qilgandan keyin kimdan boshladi? O'zini xonadonidan boshladi. Shuning uchun biz avval bolaga bir gapni gapirishdan burun o'zimiz yaxshi amal qilgan bo'lsak, bizdan qiyomatda so'raydigan kishilar bu xonadonimiz. O'zingizlarni va ahli ayolinglarni, bola chaqanglarni jahannam o'tidan saqlab olinglar demadimi Alloh? Agar biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizni o'zimizcha tarbiya qila olmayapmiz. O'zimizni ustimizda o'zimiz hukmidan bo'la olmayapmiz. Endi birovga bir gapni qattiq tortayotgandan ham insof qilaylik. Xonadonimizga qaraylik. Namoz o'qimayotganimiz qancha, zikr qilmayotganimiz qancha, televizorda video ko'rishmayotganimiz qancha. Sho'ri o'zi avval o'zini o'rgaydi, olmasa boshqa o'rgaydi. Boshqadan talab qilishdan burun o'zimizning yo'limizga qaraylik. Demak, Ibrohim alayhissalom kimdan boshlayapti? Otasidan. Mana shu kitobda Alloh taolo Ibrohimni eslanglar. Vaqtiki u o'zining otasini da'vat qildi va albatta u siddiq nabiylardan bo'lgan edi. Otasiga aytdi: "Otajon, nimaga eshitmaydigan, ko'rmaydigan va sizdan biror narsani nari qilolmaganiga sig'inasiz? Ey otajon, albatta menga Alloh tomonidan ilm keldi, meni sizga berilmagan edi. Menga ergashing, sizni to'g'ri yo'lga yetaklayman. Ey otajon, shaytonga ibodat qilmang. Shayton Allohga, Rahmonga osiy bo'lgan edi. Ey otajon, albatta men sizga Rahmon tomonidan alomatlantiruvchi azob kelishidan qo'rqaman va shaytonga do'st bo'lib qolishidan qo'rqaman." E'tibor bering. Otajon, otajon, otajon. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Parvardigoringiz yo'liga hikmat bilan, chiroyli ma'ruza bilan da'vat qiling. Idfa billati hi ahsan, allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Alloh aytadi Qur'onda: "Fattaqulloha va yu'allimukumulloh." Allohdan qo'rqinglar deb, hamma o'zini o'rgataman. Hamma o'zini o'rgataman. Biz juda ko'p hayotdagi muammo-kamchiliklarimizni o'zimiz hal qilayotgan odamlarga o'xshaymiz-da. Sahobalar Allohga tamomiy taqvo qilganligini Alloh taolo har qanday ishni o'rgatdi. Subhanalloh. Biz Allohga suyanishni, Allohga tavakkul qilishni bilmayapmiz. Alloh taoloni tanimayapmiz. Siz bilan bir kishining o'rtasida adovat bo'lsa, deydi Alloh taolo. U bilan yaxshi muomala qiling demayapti. Eng yaxshi muomala qiling deyapti. Hasan demayapti, ahsan deyapti. Mana sizda shunga birodarlarning farqiga bo'ladi. Eng go'zal muomalani qiling, shunda siz bilan adovatlashib yurgan kishini o'zingizga eng yaqin do'st bo'lganligini ko'rasiz deyapti. Hadis. Biz qilamizmi shuni? Shuning uchun o'rtamizda ana shu adovati bor odamlarning soni ozayishidanki ko'payib boryapti. Alloh taolo o'rgatyapti bu yerda. Otajon, otajon, otajon deyapti. Shuning uchun birodarlar, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni namozga yoki bir taqvoga qabul qilganimizda hikmat bilan savdogar odam o'zini ana shu qo'lidagi tovarini o'tkazish uchun nima qiladi? Kelgan xaridorga girdi kaparay bo'ladi. Injilligini ham ko'taradi, sassiqligini ham ko'taradi. Faqat maqsadini o'tkazib olishda sizdan xuddi savdogarni bittasisiz. Ana shu jannatda biletdan taklif qilyapsiz odamga. Mana shuning uchun jannatga kirasan degan narsa. Nimaga endi bitta dunyo matosini 3-4 so'mga topishlik uchun odamlarni yaxshiman gapini ko'taramiz-ku? Allohning diniga hidoyat bo'lishiga sabab bo'lib turgan paytimizda chidamaymiz. Buzvorish oson. Buzvorish oson. U tikkalashi qiyin. Shuning uchun birodarlar, dinga tarbiya qilayotganimizda hikmat bo'lsin, odamlar bilan shirin muomalada bo'lishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda Toifga borganda yosh bola tosh bo'ron qilib halaganda nima deb duo qildi? Islaylik, ana shu oyoqlarida yorilgan holda salqinda turganda, Nasroniy dinida bo'lgan Abdos kelganda qanaqa muomala qildi? Ey malaka, o'zi qiynalib turibman dedimi? Kelganda sen qayerdan borasan dedi? Naynovadan dedi. Yunusni qavmidanmisan dedi. Nasroniy Abdos. Payg'ambarimiz axloqini, u quligi, muomalasini ko'rib turib, sen Yunusni qavmidanmisan dedi. U meni payg'ambar birodarim bo'ladi, men ham payg'ambarman dedi. Payg'ambarimiz ana shu, qanday bir 5 minut ketgan o'sha muloqotiga. Shu 5 minutda qalbini kasb qildi, nimaga ketdi shu kishi? Toyib qavmi toshbo'ron qo'yib chiqargan, lekin payg'ambarimiz axloqi
Unga bizni olib kelgan edi. Ana shu Toshbo'ron qilganlar o'zlari voqelanib qoldi. Bu Makkani sayyidlardan biri bor. Va o'zimga obora bergan, o'zimga obordi, unga o'zimga berish asnosida iymon keltirmadimi? Ikki og'iz shirin gap. Biz agar namozli birovlardan ichki bo'lib olgan bo'lsak, boshqalardan shunday nazarimizda taqvomiz ko'tarilib qolgan bo'lsa, odamlarga shunday shafqat qilaylik. Bizlar bo'shataylik qachondir. Sizlar to'rt qadam tashlagan bo'lsangiz, bir qadam tashlagan odamdan talab qilolmaydi o'zidagi narsani. Oldingizga qarang, bizdan qara ko'proq buni qadam tashlab qo'ygan odamlar bor. Bizga ham chidashgan, bizga ham ishonchligimizga, bizga ham namoz o'qimaganligimizga sabr qilgan boshqalar. Shuni emasmi? İbrahim Aleyhisselam'ın shuncha bir shirin gapirganiga otasi nima deb javob berdi? Astagfirullah. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, olihalarimizdan o'zini behajarda bilyapsanmi? Ya'ni kerak emas deb o'ylayapsanmi? Meni tinch qo'y. Maliya degani umuman tinch qo'y degan ma'nosida berdi. Qala salamun alayk. Astaghfiru laka robbi innahu kana bi khafiya. Senga salom bo'lsin deb otasi. Sizga salom bo'lsin. Parvardigorimdan sizga istig'for so'rayman. Albatta Parvardigorim menga yaxshi muomalada meni yaxshi ko'radi. Ibrohim alayhisolamni qattiq suratda rad qilgandagi Ibrohim alayhisolamning javobini qarang. Allohdan kechirishini so'rayman sizga deyapti. O'lib ketmaysanmi demayapti bizga o'xshab. O'lib ketmaysan, menga nima? Menga nima akalar? Biz da'vatni o'zimiz uchun qilyapmiz. O'sha uchun ko'tara olmadik. Agar biz Alloh uchun da'vat qilayotgan bo'lganimizda, menga nima qilardik? Ko'tarardik. Biz o'zimiz uchun ishlaymiz. Lekin hozir Allohning dushman ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin Ibrohim alayhisalom otasidan yuz o'girdi. Va ma kana istighfar Ibrohim li abihi illa an maw'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrohim la'awwahun halim. Ibrohimga Parvardigoridan otasini kechirishligini so'rashligi va'da qilib qo'yganligi uchun bo'ldi. Endi qachonki u otasi Allohga dushman ekanligi aniq bo'lganda otasidan poklanadi deydi. Albatta Ibrohim Allohun halim. Bundan shunday xulosalanadiki, mo'min odam kofirga Alloh gunohini kechirsin deb duo qilishligi harom hisoblanadi. Shuni hujjat olamiz bu yerda. Bir boshqa dinga mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan kishiga Alloh rahmat qilsin deyishi mumkin emas musulmon kishiga. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu g'azablarga chiqib ketganda bir joyga borib turib, bir qabrlik joyga borib ro'za qattiq yig'laydi. Agar o'qigan bo'lsa shu yerlarni. Hamma hayron bo'lganda mana shu joyda meni onam kelmagan deydi. Allohdan istiqbolatib gunohini kechirishni so'raganimda Alloh rad qildi deydi. Shunga yig'ladim deydi. Muhammad alayhisolamning orasiga gunohni so'rab Allohdan duo qilganda Alloh taolo qaytargan bu narsani. Agar mumkin bo'lganda Muhammad alayhisolamga mumkin edi, mumkin bo'lganda Ibrohim Halilullohga mumkin edi. Musulmon faqat musulmonga Alloh rahmat qilsin deyishlikka haqqi bor. Mana shu oyatga asosan. Innahu kana bi khafiya. Xafoya bu qalbni muhabbat bilan to'lib toshishi. Alloh taolo Ibrohim alayhisolamni mana shunday yaxshi ko'rgan edi. Shuning uchun Halilur Rahman Allohning do'sti deb zikr qilinadi. Al-Hayla qalbni muhabbat bilan to'lishligi. Va a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u robbi asa an la akuna bi du'a'i robbi shaqiyya. Ibrohim alayhisolam qavmidan yuz o'girdi. Shu vaqtda yoshi 16 da bo'ladi asr muoriflar. Nabiy bo'lgan ekan 16 yoshda. Bu Alloh taolo o'zining mulkidan xohlagan bandasiga beradi. Payg'ambarlik faqat 40 yoshda turib chayla olmaydi. Chunki Iso alayhisalom 33 ga kirgan paytda Alloh taolo yuqori ko'tarib chiqib ketgan. Payg'ambar bo'lgan 33 yoshda, payg'ambar bo'lgan. Demak 40 yoshda cheklab qo'yishimiz bu bizning ilmimizdagi ozgina noqisligi belgisi ekan. Ibrohim alayhisalom da'vat qilayotganda qavmini yoshi 16 da bo'lyapti birodarlar. Biz 16 ga kirgan bolalarimiz biz hallasizlar nima gap nima so'z. Biz nima bilan to'g'rigan bo'lsak, ularga sallasini shu 16 yoshgacha shunaqa bilan to'g'rigan. 3 kunlik bandini nimani solsangiz shu bilan to'ladi. Agar siz to'g'rimasangiz, to'g'ri turyapti ko'chadan. Hech kim uyida so'kinmaydi akalar. Qayerdan o'rgandik so'kinishni? Ko'chadanmi? Ana shu bankasiga, ana shu challasiga biz kerak bo'lgan so'zlarni yozib o'sha papkalarni to'ldirib qo'ymasak, ko'chadan to'ldirib olyapmiz.
Biz bolalarimizni jismini, kiyimini, qonini to'g'rishligi bilan boshidagi toni bilan ovora bo'lyapmiz-ku, ana shu qalbi bilan ovora bo'lmayapmiz. Ibrohim alayhissalom nima qilishni o'ylay boshladi. Astagfirullah va tallahi la atidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ana shu shirkda asli manbai bo'lgan butlarni yo'q qilishni qasd qildi. Mana nozik bitta joyi shu bo'ladi, xulosa qilamiz. Ya'ni shu butlarni sindirib olsa, odamlar butga sig'inmay orada yashaydi, birodarlar. Yetib boryapti. Qasam Allohga dedi, sizlar bo'sh qo'yib qo'yganinglarda butlaringlarni parchalab tashlayman dedi. Buni yashirib o'tirmadi, oshkora aytdi. Ba'zi mufassirlar maxfiy qilganlar yo'q, Alloh taolo mana shu oyatni qaraydigan bo'lsak, oshkora aytganligi ma'lum bo'lyapti. Allohga qasam, sizlar butlaringlarni xoli qo'yganinglarda men sindirib tashlayman dedi. O'zi odatda ularning butlarxonasida hech qachon butlar yolg'iz qolmasdi. Subhanalloh, insonning aqli bir zoya bo'lsa shunday bo'lar ekanda. Butlarini oldiga ovqatlar daftarga qo'yishar. Ertalab qo'yib, kech payt barakatli qilib berishdi butlarimizni ko'tarib ketishar. Alloh taolaga mana o'sha davrda yashaganimizda biz ham shuni to'g'ri o'ylashib ketsak kerak edi. O'shunga ham sanatmizmi Alloh? Qavm mana butda olib hech kim qolmas, bo'sh qoladigan holat yo'q deb aytdik. Qavmga bayrami bo'ladi. Ana shu bayramda ular butlarni tashlab shaharni tashqarisiga sayr qilib chiqib ketishardi. Va ovqatlarni qo'yishdi, sayr bo'lgandan keyin tashlab chiqib ketishdi. Ertaga hayit degan kuni qavm kechqurun tayyorgarlik ko'rishni boshlab chiqib ketishdi. Ibrohim alayhissalomga qarashuvda tayyorgarlik ko'rmadi. Ibrohim nimaga sen tayyorgarlik ko'rmayapsan deganda hayotidagi birinchi yolg'onni gapirgan. Bu ham Allohning ikkinchi to'shganimiz. Yozib qo'yasizlar. Men dedi osmonlarga qarab dedi, ertaga kasal bo'lib qolishimni bildim. Men sizlar bilan chiqa olmayman dedi. Va laqad atayna Ibrohima rushdahu min qabl va kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم حاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. yuqorida aytilgan mana oyat. Safat surasida Alloh marhamat qiladi. Tanazara nazaratan fil nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu birin. Yulduzga qaradi Alloh taolo men kasalman dedi. Qavm uni holi qo'yib chiqib ketdi. Qavm Ibrohim alayhissalomga tashlab chiqib ketgan paytda Ibrohim alayhissalom butlarning oldiga qo'lidan shu boltani yoki bir asbobini olib bordi. Butxonada hech kim yo'q. Faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faraga alayhim darban bil yamin. Butlarga aytdiki, yolg'iz qolgan butlarga yemisizlar dedi. Hech kim javob qaytarmadi. Nimaga gapirmayapsizlar? Va ana shu qo'lidagi narsa bilan ularni urib, parcha-parcha qildi. Alloh taolo mana boshqa oyatda marhamat qiladi. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Ularni parcha-parcha qilib tashladi, faqat kattasini qoldirdi. Undan geri so'rashliklari uchun. Ana shu katta butni bo'yniga qo'lidagi boltasini yoki ana shu asbobini urib qo'ydi. Qavm qaytib kelib ko'rishdi. Faqbalu ilayhi yazifun. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ular uchun eng bir musibatli ish bo'ldi. Ular 700 yillardan beri iltimos qilib kelayotgan butlari parchalanib ketgan va butlari o'zini himoya qilishga qodir bo'lmadi. Bizi butlarimizni, bizi olihalarimizni kim bunday qildi? Albatta u zolimlardandir. Shunday aytdiki, qalu sami'na fatan yadhkurukum yuqalu lahu Ibrohim. Ibrohim degan bola ana shu butlarni sindiraman deb tahdid solib yurar edi. Ibrohim qilgan bo'lsa kerak deydi. Demak, oshkora aytganligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Bekitmaganligi. Ta'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Okellar, odamlar ko'rsin, muhokama qilaylik. Bodir ahlini hammasi Ibrohim alayhissalomni muhokama qilishlikka jamlanishdi. Ibrohim alayhissalomga shu kerak edi. Da'vatni yopiqga tizmoqchi bo'ldi. Vaqtdan ozgina bir ehtiyot qilgan ma'noda oyatlarni tarjimasini aytib ketaman. Oyatlar yozilgan. Agar
hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'rsatib qo'yamiz inshaalloh. Shu vaqtda tejashli niyatida o'zbekchasini aytib ketaveradi. Ular aytishdi, "Ey Ibrohim, bularni sen tashaladingmi?" Ibrohim alayhisalom aytdi, "Yo'q" dedi. Mana u kattasi qildi dedi. Nima bo'lyapti? Ikkinchi marta yolg'on gapiryapti. Birinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lyapti. Ikkinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lyapti. Uchinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lgan. Lekin qo'rqar ekan qiyomat kunida. 3 marta yolg'on gapirgan aniq, 3 marta soni ham aniq. Biznikini soni aniq bo'lmagandek. Agar gapirsa, so'raylik dedi. Shunda hammasi shu o'ziga qaytdi. O'ziga kelishdi. Aytdiki, "Innakum antumuz zolimun." Bu o'zingizlar zolim bo'ldinglar endi. Ya'ni Jabrolning bu kesimini bilaman. Demak, sizlar o'zingizlarga o'zingizlar zulm qilgan bo'ldinglar. So'ngra boshlari yerga oqdi deydi. Ya'ni aqllari pastga oldi. Aql ishlatishlikka qodir bo'lmay qolishdi. Shunga Ibrohim alayhisalom ularga gap aytdiki, "Allohdan boshqalarni sizlarga foyda ham ziyon ham keltira olmaydigan butlarga sig'inasizlarmi? Uflaysizlarga" dedi. Va sizlar ibodat qiladigan narsalarga ham uf dedi. Shu deganimizni qildi akalar. Aql yurgizmaysizlarmi dedi. O'zingizlar yasab olgan butlarga sig'inasizlarmi? Alloh sizlarni yaratgan-ku, sizlar nimalar qilib yuribsizlar? Bizga bu savol. Vallohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh sizlarni yaratdimi? Yaratdi bizni. Qul sizlar dedimi? Dedi. Va ma xalaqtul jinna val insa dedimi? Dedi. Sen qulsan banda, ibodat qil, rizqni meni zimmamga dedimi? Biz nima qilib yuribmiz? Ulamolar aytadi, bandani shajarlanmaydi deydi. Alloh o'zining kafilligiga olgan narsani inson o'ziga yetkazib oladi-da, rizqini. O'zining yerga tashlab qo'ygan ibodatda Allohga xatar qo'yadi deydi. Nima bo'lganida buni aytib qo'yishyapti. Rizqni mana bo'lgan sen ibodat qilsa yo'q deyapti. Men rizqni topmayman, ibodat qilmaganimda kechirasan deyapti. Alloh sizlarga yaratganda nima qilyapsizlar deyapti Alloh. Shuncha hujjat, shuncha dalil, shuncha ochiq mantiqni ko'rib qavm o'zgarib qoldi. Ularda ana shu olihalarning sinib ketishligi o'ziga katta ish edi, lekin shuncha narsadan keyin ular iymonga kelishni xohlashmadi. Qolibun alahu bunyanan falquhu fil jahim. Ibrohim alayhisalom bilan tortishlikka majol topishni qolgandan keyin, hujjat dalil bilan yengamagandan keyin kuch ishlatishdi. Kuch ishlatishlik botil taraf tomonidan bo'ladi. Mutahammiqlar-ku, yemirib qolayotganini bo'lganda. Mushkilga tushirasiz. Ya'ni bular ham mana shu hujjat dalil keltirishdan ojiz bo'lgandan keyin aytishdiki, unga bir bunyon qilinglar-da, uni o'tkazinglar dedi. Ibrohim alayhisolamni himoya qiladigan birorta odam yo'q edi. Mana bahsimizning bir manzil joyi ekanlar. Buyurildi. Butun Bobil ahli, katta kichik, erkak, ayol, yosh qarisi o'tin jamlashdi. Birorta odam yo'q Ibrohim alayhisolamga qo'ylar endi, yosh ekan deb qo'yadigan. Lekin Ibrohim alayhisalom xotirjam. Ana shu toshlarni yig'ishib bir hovuz qilishdi. O'tinni to'plashdi. Butun bir shahar ahli to'plab, atlagan o'tin qancha bo'ladi? Juda katta bir binochalik o'tin bo'ldi. Tandirga o'rgatayotgan paytida to'pda cho'pni ko'proq tashlab olsa, zaratlansa 1 kilometr berib turishga to'g'ri kelgan. Bu yerda hamma o'rgatayotgan, Alloh alam. Endi butun vaqtni tashlab olsa qana bo'lardi. Endi mana shu binochalik o't yongan paytda uni oldiga qanchadir yaqin kelish mumkin. Yaqin kelamaganligidan, o'tni kattaligidan manjani hisob kelishdi. Mana shu qadim zamonlarda qasrlarga tashib o'tiradigan asbobda arablarda manjalik deydi. Ibrohim alayhisolamni oyoq qo'lini bog'lab, ana shu manjalikni kapkiliga o'tkazishdi. Birorta odam yo'q, qo'yinglar deydigan. Ibrohim alayhisolam xotirjam. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy rivoyatiga hadis aytadi, Ibrohimni ana shu Allohga ibodat qilishayotgan paytda o'qigan duosi: Hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohning o'zi bizga kifoya. Faqat unga suyanamiz. Unga tahdid qilishmayapti, unga qo'rqsa qilishmayapti. Hozir o'tga uloqib olishi aniq. Birorta yordamchisi yo'q. Lekin qalbga holatini ko'ring. Tavakkul tamomiy. Hasbunalloh. Bizning ishimiz Alloh qo'lida. Ya'ni Allohga aytgandan boshqa narsa
İbrahim Aleyhisselam'da atılan var. Hani bazı rivayette de zayıf bilgilerken lekin ibret şirketi öğrenmiş. İbrahim Aleyhisselam ulaştırılıp havada uçup geçerken de yok ki. Cebrail Aleyhisselam ki. Aleyke hace ya İbrahim. Ey İbrahim, bizge hacatınız yok mu deb keldi. Allohga tavakkul qilgan bandasini xizmatiga kimlar o'zini taklif qilyapti? Kim akalar Cebrail Aleyhisselam? Shadidul quva akalar. Nutqonini qanotini uchi bilan ko'tarib qo'yib bergan. Mana shunday quvvat egasi Alloh yaratgan maxluqotning eng ulug' bo'lgan Cebrail Aleyhisselam bizga xizmat yo'qmi deb kelyapti. U istamaydi kim yordam berish uchun, taqobatlanishni demaganida Allohga topshirib qo'yib o'zini. Bunaqa bandasini Alloh tashlab qo'ymas ekan. İbrahim va Ibrohim alloh vafo deyapti. U vafo qilgan Ibrohim edi. Mana shu o'rindan vafo qildi. İbrahim Aleyhisselam shunga qarabki, sizga nima dedi? Azizga hojatim yo'q. Kimga so'rayapti? Yana aytib keladi. Yomg'ir farishtasida ham zaif ibratni aytamiz. Yomg'ir farishasi Allohdan o'zini so'radi. Faryodni Ibrohim bo'lib o'tishdi. Ruxsat ber, yomg'ir yog'dirib o'chirib qo'yapti dedi. Kimlar xizmatiga o'tyapti? Kimlar himoyasiga o'tyapti? Cebrail Aleyhisselam javob berdiki, sizga dedi. Sizga hojatim yo'q dedi. Ammo Robbimga hojatim bor, lekin Robbimga aytishim ham hojati yo'q. Bilib turibdi nima aytganini, Robbim shu yerda deyapti. Aytishim ham hojati yo'q deyapti. Robbim yaxshi biladi menga nima kerakligini deyapti. Biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Bilamiz-a, rangini ham bilamiz bu narsani, sifatlarini ham bilamiz, narxini ham bilamiz, vaqtini ham bilamiz. Biz o'zimiz bilamiz. İbrahim Aleyhisselam o'ziga nima kerakligini ham aytmagan ekan. Chunki Robbisi bandasini nimaga bir muhtojligini yaxshi bilishiga iymon keltirgan ekan. Bu tavakkulchilarni ko'p qissa aytadilar. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bizga shunaqa tavakkul bormi? Shuni suyanadimizmi Allohga? Toki nima? Qo'lingizdan kelgan rizq sababini qilib qo'yasiz, endi kelishingizga avval tashlab qo'yasiz. Avval aytgan bo'ladi. Iloji bor, yolg'on gapirib yuzlikka harakat qilasiz, deganingizda. Ona ketgandan keyin avval tashlab qo'yasiz, demak bu onasi ekan. Yolg'on gapirib oldini yig'laysiz, chunki demak rost gapirsam ham oladi ekanligini. Natijasi nima bo'ladi? Biz yolg'on gapirganimiz uchun bo'lib, rost gapirganimiz uchun kambag'al bo'lib qolmaymiz. Bu rizq masalasi bu. Tavakkulchilarning ustozligi ekan. Lekin Alloh taolo bunaqa bandasini farishtalarga ham tashlab qo'ymas ekan ishini. Aytdiki, Alloh tavakkul qiluvchilarni, o'ziga suyanuvchilarni yaxshi ko'ra biladi. Yaxshi ko'rgan o'g'limizga, yaxshi ko'rgan qizimizga savob-shababa olganligimizda Alloh taolo rahim degan, shafqat degan sifatini yuzga berdi deyiladi hadislarda. Shundan bittasini dunyoga chachib qo'ydi deydi. Bittasi chachilganda shuncha insonlar, shuncha hayvonlarni chayon bolasini chaqib qo'ymaydi. Eshkana tuxumdan chiqqan bolasini chaqib qo'ymaydi. Yirtqichni bolasini shu etlab qo'yib qo'yadi. Hattoki hammasini g'ofil ota emizili bolasini orqasiga tizib qo'ysa nima bo'lmaydi? Boslamaydi. Bu nima sabab? Alloh mehrni joylab qo'ygan qalbiga. Yuzdan bir mehrni berib qo'yganda insonlar chachilgan shuncha rahmat uchun Alloh taolo shu yuz rahim shafqatning egasi bo'lgan Parvardigor yaxshi ko'rgan bandasini tashlab qo'yar ekanmi? Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, g'amini Allohga topshirsa, bu odamning hisobi Allohning zimmasiga emasmi? Biz shunga tavakkal qilyapmizmi Robbimizga? Biz Robbimizni tanimizmi shunchalik? Hammamiz Allohga topshirib qo'yish darajasida tanimizmi? Shuning uchun g'am tugamayapti. Bir kishi 2 kerak bo'lyapti, 2 kishi 5 kerak bo'lyapti. Chunki Teva bilan aloqamiz zo'r emas. Ibrohim Alloh qilgan ham Alloh deyapti, ishga kelgan ham Alloh deyapti. Alloh taolo bu bandasining ishini hech qanday topshirmadi. Allohga shu bitta farishtalar ham tez bo'ldi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Fa'aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Biz aytdik, ey o't, Ibrohimga sovuq bo'ling va salomat bo'ling. Uni kuydirish kerak bo'lgan o't Alloh taoloning mulki emasmi?
Alloh taoloning quli emasmi? O kuydirmaydi birodarlar. Pichoq kesmaydi. Agar Alloh ulardan bu qudratni olib qo'ysa. Nima zotida bu narsa qila olmaydi. Shunday emasmi? Abdulloh ibn Abbos aytadi mana shu oyat sharhida. Agar Alloh taolo o'tga sovuq bo'ling deb turib, salomat bo'ling demaganida, o'tga sovug'ini ziyon qilib qoladi Ibrohim dedi. Kelasi Alloh taolo qanday bu bandasini mushkulini oson qilyapti. Chunki topshirganda hammani natijani o'ylamayapti. Nima qilgan demayapti, Allohga tavakkul qilyapti. Ibrohimga makr qilishdi. Ibrohimga shunday qilishdi, bas o'zlari ular xor bo'ldi, past bo'ldi. Ular ko'rib turishmoqqa tushganlar. Ibrohim alayhisolamning oyoq qo'liga bog'langan iplardan boshqa hech narsa tuygani yo'q. Subhanalloh azza va jalla. O't o'chdi. Ibrohim alayhisolam chiqib keldi. Ularga ko'z oldida buyuk mo'jiza yuz ko'rsatdi. Lekin iymon keltirdimi? Yana qayta aytamiz, bu darslarimizda bitta xulosasi bor. Bizga Alloh iymon degan ne'matni bergan, qadriga yetishimiz kerak. Chunki ko'zingiz oldida bir odam o'tdan tutun chiqib kelsa, hech qanday sehr emas edi bu. O'tni o'zlari yoqqan edi, oyoqlarni o'zlari borib, o'zlari otgan edi. Ibrohim alayhisalom ba'zi rivoyatlarda keltiriladi, hayotning eng lazzatli kunlari deydi. Mana shu dunyoda olovda bo'lgan lahzalarim deydi. Chunki Alloh taolo sovuq qildi va ne'mat berdi. Jannat bog'iga tushib qoladimi? Qavm shundan keyin kofirligicha qolaverdi. Tayyorgarligimizni yarmidan yetib bormadi, inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Xulosalaymiz. Ibrohim alayhisalom butlarni sindirdi. Oqibati nima bo'ldi? O'tga uloqtirishdimi? Bu qissalarda bir ko'ngilchilikka eshitib qo'ymaydi birodarlar. Bundan xulosa olaylik. Musa alayhisalom bitta yahudiylarni Misrga qibtiyda bir safar olib o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ldi? Qavmini tashlab chiqib ketdimi? Ibrohim alayhisalom butni sindirib qo'ydi. Nima bo'ldi? O'tga uloqtirdimi? Alloh taolo bizga o'rgatyapti. Ey musulmonlar, bir ishni qilishdan burun oqibatini o'ylaylar. Agar shu qiladigan ishlarda oqibatida ziyon keladigan bo'lsa, qilinglar deyapti. Tushunarlimi? Odam alayhisolamning rivoyatda kimdir kishilarga farzandlari degan 5 ta narsa bor ekan, shu bilan tugatamiz inshaalloh suhbatimizni. Odam alayhisolam mana shu vafotga yaqin bo'lganda bir rivoyat ekan, bu ham ibratlanadigan. Farzandlarini yig'ib aytgan ekanki, ko'zi og'lashgan birotamga qimillab olsalar, sal qonalanib uyqu yosiladi. Mana bir shirin joy keldi-da. Nasiba berib kelmayapti. Farzandlarim to'plab aytgan ekanki, bolalaringizga aytinglar, yana biz otamiz aytyapti. Dunyoda xotirjam yashashmasin. Chiqib ketishligi haqida xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga musofirligi esdan chiqmasin. Biz dunyoda abadiy yashaymiz deb xotirjam bo'lmasin. Chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'yishmasin. Agar men jannatdan chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarmaganimda, menga yetgan musibat yetmasmidi ekan? Alloh taolo aytganmidi? Mana bu jannat vaqtdan boshqa yerda yashaymiz, eslasanglar. Sen yana qachon qolmaysan, chanqamaysan, kelaysan deganmidi? Yana mumkin emas daraxt dedi. Mana u dushmaning dedi. Oddiy edi. Mana dushman mana daraxt bo'ldi. Lekin esdan chiqarib qo'ydiki, jannatdan chiqib ketish mumkinligini. Shayton nima deb o'yladi? Sizlarga abadiy mulkni, bitmas hayotni beradigan daraxt ko'rsataymi dedi. Jannatda nima kerak bo'ldi birodarlar narsa? Sizlarga Robbinglar farishta bo'lib qolishingizni xohlamadi, shuning uchun mana daraxtni yengillar dedi. Farishta bo'lishingizga kerak bo'ladi. Unda jannatda nima qilib qoladi? Erkak ayoli bo'lmasa, ovqatni ishlamasa farishtalarga. U jannatda nima qilib qoladi? Kerak narsalardan qolmadimi? Dunyodan chiqib ketishini farzandlaringiz esdan chiqarmasin. Chunki men esdan chiqarib qo'ydim, musibat yetdi menga. Ikkinchi nasihati. Bir ishni qiladigan bo'lsanglar dedi. Bu otamizning nasihati birodarlar. Oqibatini o'ylaylar. Shu ishda oqibati nima bo'lishiga haqida fikr yuringlar. Agar men shu mevani yeyishdan burun nima bo'lishini oqibatini o'ylaganda ehtimol yemasmidim ekan, ehtimol jannatdan quvilmasmidim ekan.
Bu hayotiy tajribadan gapirib beryapti birodarlar bizga. Bir ish qilishdan buni oqibatini albatta o'ylaylik. Nimaga olib boradi? Bu yaxshilikmi, yomonlikmi? Menga shu narsa to'g'ri ko'rindi, qilaman, aytib olaman, keyin nima bo'lsa bo'lasin deyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishlarni qilgani chiqarsini. Rasululloh qodir edi, Hamzaga bor Abu Jahl o'ldirib qo'yishlikka. Umarga qodir aytishlikka bor, Abu Sufyon bo'g'ib qo'yishlikka. Deydimi? Rasulullohga ergashmaymizmi? Musulmonlar qancha aziyat ozor chekkan bo'lsa, sabr qilmadimi? Alam tara ilallazina qilahum kuffa ayyakum aqimus solat. Ko'rishlar Alloh taolo. Shunga kishilarni biz ularga qo'llarni tiyib, namozini o'qib sabr qilinglar dedi ularga. O'ylashga oqibatini bir qilishdan, bir gap gapirishdan bo'ladi. Uchinchi nasihati, bir ish qilishdan bo'lib maslahat qilinglar deydi. Aql egalari bilan. Bilimdan bo'lmaylar, hammalar o'z o'ylashga deyapti. Tushunamizki, shu ikkita kitob chiqarib olgan bo'lsalar, ikkita hadis topib olgan bo'lsalar, olim bo'lmayapmiz. Shunday emasmi? 20 ro'badan qarasiz, mana shu o'tirganlarda bir 10 dan biri ko'rinadi. Kattaroqda qarasiz, ko'proq ko'rinadi. Endi olib tashlasangiz hammasi ko'rinyaptimi? Mana shu turda ilm bo'ladi. Ilm o'g'rinida kamroq gapiradigan bo'lib qolamiz. Kamroq fatvo berib, kamroq odamlarni taqaydigan bo'lib qolamiz. Bu bizning ilmsizligimizdan. Biz qilib turib problemaga yechilganini maslahatga boramiz. Domla ustalarni qo'yib, jo'rabani, bunaqa o'shani talab qilishdan burun tarbiya qilishlikni maslahatini olgan kelmaydi. Endi shuni topasan endi. To'rtinchisi, ayollaringizni havoyi nafsiga ergashmanglar. Zero men ana shu ayolimni havosiga ergashib qo'ydim. Havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Avrijal qawwamun ala nisa. Erkaklarda ayollar Alloh rahbar qilgan. Erkak degan. Biz qabul qildik deganmiz akalar. Roziman qarshi nimaganmiz biz? Biz erkakmiz. Shuning uchun rahbariyat oilada erkak kishining qo'lida bo'lsa, o'sha yerda bir tinchlik totuvlik bo'ladi. Hayotimizni qilishayotgan kim? Mana shu ayollarimiz orzu hayotini orqasidan qul bo'lib yuribmiz. Emasmi? O'zimizni bir marta borib sanatoriyaga borib domada bir shifoxonaga ishlikka pul yo'qlaydi. O'zi eshakga ishlaymiz o'zi. Ana shu orzu havosni ko'pdan qo'yayotgan ayollarimizga pul bo'lib qo'yganmiz. Achchiq bo'lsa aytishimiz kerak bu narsani. Va 5-nasihati qalbingizga quloq solinglar degan ekan. Biror ish qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qalbingizga quloq solinglar. Musulmonning qalbi yaxshi yomonga ajrashlikda o'zi o'lchov bo'lib qolar ekan. Ko'ngli chopmaydi-ku. Bolalarga ishda, qisqa bolalarga barko'miz o'ynayapti-da. Men shu mevani yeyishlikka jazm qilganimda qalbim bir iztirobga tushgan edi. Bu harom narsaga qilishlikda qalbga quloq solinmaydi. Aralashib desa qalbingiz xuddi emas. Mumkin bo'lgan ishlarni qilishlikda qalbga quloq solinadi. Tushunarlimi? Yana 5-nasihat. Bir ish dunyodan chiqib ketishdan chiqarmaydi. Ikkinchisi, bir ish qilishdan oqibatini o'ylaylar. Uchinchisi, maslahat qilinglar. Havoyi nafsiga ergashinglar ayollaringizda va qalbingizga quloq solinglar. Nega dunyoga jo'natilgan vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi? Inshaalloh keyingi suhbatda qisqani qolganini davom ettirgan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.